Xitoy hukumatı 2017-dan boshlab diniy oshqo'llikni tozalab, muqimlikni qo'g'dash nomida diniy kitob, diniy buyumlarni, diniy belge, diniy ism va diniy kalimalarni texmi qattiq cheklab, halol markasi chaplangan yemak-ichmak va boshqa iste'mol buyumlarini umumyuzlik ma'ni qilgan edi. Chet eldagi Zimiston nomli diniy erkinlik to'rining bildirishicha, Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistondagi bu xil muqimlik savdosi kulkilik darajaga berib yetib, tijoratchilarga og'ir ziyon solgan. Nurg'un kadrlar bu xil mahsulotlarni yig'ib olishga majbur bo'lgan. Ba'zi do'konlar mahsulotini zavodga qaytarolmay og'ir iqtisodiy ziyonga uchirgan. Ba'zi do'konlarga og'ir jarimani qo'yilgan. Ba'zilarining meli musodir qilinib taqilishga majbur bo'lgan. Zimiston to'rining taqatgan bu vaqtdagi xabarda Korildagi Jang familiyalik bir Xitoy do'kondor ayolning so'zi naql keltirilgan bo'lib, bu bozor boshqarish tarmoqlarining islom bilan kichkina aloqasi bor bir buyumni tepib olsa, darhol musodir qildiganligini bildirgan. Xabarlarda yana Qarmaydagi bir do'kondorning ayil-tuz shaklli bir jup halqa sababli vayron bo'lganligi ilgari surilgan. 2 milliondan ortiq Uyg'ur qatorliq musulmonlarning har xil lagerlarda iztirob chekayotganligi ayblashga uchrayotgan bir paytda Xitoy kommunistlari Sharq Turkistonning markazi bo'lgan Urumchida 42 milliard 100 million yuanlik aerodrom kengaytirish qurilishini tasdiqlagan. Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti Dashang aeroport qurilishining Urumchining xalqaroliq havo qatnash tuguniga aylanish taraqqiyotini ilgari suradiganligini bildirgan. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, doirlar mazkur qurilishning 2030-yilga qadar davomlashadiganligi, kengaytirilgan aerodromning har yiliga 63 million yo'lovchi, 750 ming tonna yuk to'shay oladiganligini bildirgan. Bu qatimqi qurilish asli bor bo'lgan uchish-qo'nish yo'lining yeniga yana 2 yo'l qo'shib kengaytiriladi ekan. Xabarda neft va qazilma boyligi mo'l bo'lgan Sharq Turkistonning Xitoyning raisi Shi Jinpingning bir yo'l bir balvoq planidagi asosiy tugun ekanligi, shu vajidan yaqindan buyon bu rayonda ul asla qurilishining avji ilayotganligi bayon qilingan. Uyg'ur, Tibet, Mongol va Xitoy tashkilotlari birlashma bayonot e'lon qilib, xalqaro jamiyatni dunyo kishilik huquq ahdnomasiga amal qilishga va Xitoyning kishilik huquq, etnik va diniy dafsandichiligiga qarshi turishga chaqirgan. Bayonotda Xitoy hukumatining Tibet Uyg'urlar qarta qattiq bostirish ilib berib, ularni xohlagancha tutqun qilganligi, etnik kamsitish ilib borganligi, diniy e'tiqod erkinligini dafsanda qilganligi, Mongollarga qarta kontrolligini kuchaytirib, ularning ko'chman chorvachilik madaniyatini yo'qotishga kirishganligi ilgari surilgan. Bayonotda Xinjiangning 2011-yili Tibet Avtonom rayonlik partikomining sekretarlik vazifasiga o'ltirib, mazkur rayonda nazorat va ta'qiblash sistemasi sinab qilganligi, uning 2016-yili Uyg'ur Avtonom rayoniga yetkilib kelib, Tibetda erishgan tajribasini Sharq Turkistonda ijro qilishga boshlaganligi, bolalar, homildor ayollar, bola emitayotgan onalar va yashanganlarni o'z ichiga olgan oz deganda 2 millionda kishining lagerlarga qamalganligi ta'kidlangan. Amerika o'zining Afrikadagi manfaatini qo'g'dash, Xitoy bilan Rossiyaning mazkur rayondagi siyosiy, iqtisodiy va bexatarlik ta'siriga taqobil turishning yangi strategiyasini e'lon qildi. Amerika ovozi radiosining xabar qilishicha, Amerika prezidenti Donald Trampning davlat xavfsizlik maslahatchisi John Bolton 13 dekabr kuni Amerika Miros fondi jamiyatida hukumatning mazkur yangi strategiyasini tanishtirgan. John Bolton Amerikaning Afrika qit'asidagi harbiy, savdo va yordam programmasini o'z ichiga olgan 3 nuqtalik to'rini davomlashtiradiganligini bildirgan. Xabarda bayon qilinishicha, bu strategiyaning yangilik nuqtasi uningda konkret planlar o'tirg'i qo'yilib, Amerikaning manfaatini qo'g'dash, Xitoy bilan Rossiyaga taqobil turish alohida ta'kidlangan. John Bolton Miros fondi jamiyatidagi so'zida Xitoyni 15 qatim tilga olgan. U Xitoy mujmal kelishimlar va qarz pulini strategik maqsad uchun ishlatib, Afrikadagi davlatlarni Beyjingning orzu maqsadlariga yetish uchun qo'llanmoqda. Uning sog'an mablag'i paroqliq to'lgan bo'lib, Amerika taraqqiyot programmasining muhit va axloq o'lchamlariga to'shmaydi degan. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 19 dekabr kuni bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatini Uyg'ur bolalarining lagerlardagi ota-onalarini qo'yib berishga va bolalarning ota-onasi bilan jam bo'lishga yo'l qo'yishga chaqirgan.
Xitoy hukumatining o'tgan yil 3-oydan boshlab Uyg'urlarni keng ko'lamli yig'ib olish lagerlari qamishi minglagan bolalarning qaranchiqsiz qilishini keltirib chiqargan. Xitoy doiralari qaranchiqsiz qolgan bolalarni urug' tuqqanlarning beqishiga berishni rad qilib, ularni davlat qaramog'idagi yotoqli o'rinlarga yerlashtirgan. Bolalar atalmış farishtalar maktabi degan nomidagi bu o'rinlarda butunlay Xitoy tili va Xitoy an'analari bo'yicha tarbiyalanishga boshlagan edi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bayonotida Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 20 noyabr universal bolalar kuni yetib kelgan bir paytda Xitoyni Sharqi Turkistondagi yig'ib olish lagerlarini taqab, Uyg'ur bolalarining ota-onalari bilan jam bo'lishiga yo'l qo'yishga chaqirish kerakligini bildirgan. Bayonot yana Xitoyning bu harakati keyingi avlod Uyg'urlarni ularning til, madaniyat va milliy an'analardan ayirib etishni maqsad qilgan sistemalik davlat siyosati degan. Bu nurg'un jihatlardan insonlikqa qarshi turish jinoyatining tadbiriga tushidi ekan.